ko'pincha dayus so'zini ishlatiladi-yu, faqatgina shu o'zini xotinini qizg'anmaydigan odam deb tushunadi odamlar. Dayus bu qisqa unaqa ma'nodagi so'z emas. Dayusni umumiy ma'nosi, istilohi juda katta, keng. Dayuslik bu faqat shaxsiy oilaviy masala emas. Vatani, mamlakati, yurtini ham qizg'anmaydigan odamlar, yurtini xavf, xatar, balo ofatlarga, ya'ni mubtalo bo'lishini ko'ra bilib turib, ha endi qo'yaver degan odamni ham dayus deyiladi. Ko'rasizlar, o'sha bu bir-biriga bog'liq narsalar. O'zini eriga xiyonat qilgan ayolni vatanga xiyonat qilishi erta kunda bo'ladi. Ochiq oydin, masalan, begona erkak bilan masalan bir xonaga kirib olib, shunaqangi zino ishini amalga oshirishlikka bemalol shu telefonlashib, gaplashib, shunaqa amal qilayotgan odamlar, xotirjam bo'ling, o'zini, vatanini ham ular shunaqa qilishadi. O'zini vataniga ham xiyonat qila oladi.